Galaktikamiz markazida juda g'alati hodisa yuz beryapti. U yerdagi yulduzlar mutlaq bo'shliq atrofida aylanyapti. O'zi ham soatiga millionlab kilometr tezlikda. Xo'sh, buning qanaqasiga iloji bor? Bundan 50 yil oldin bu savolga hech kim javob topa olmasdi. Bugun koinot tarixidagi eng qiziqarli detektiv voqealardan birini aytib beraman. Hammasi 50 yil oldin astronomlar galaktika markaziga qaraganlarida boshlanadi. O'shanda ular juda g'alati bir holatga duch kelishadi. U yerdagi yulduzlar dahshatli darajada tez harakatlanardi. Shunchalik tezki, ularning qandaydir ulkan jism atrofida aylanayotgani aniq edi. Lekin eng qizig'i, o'sha jism mutlaqo ko'rinmas edi. Aniqrog'i, undan hech qanday nur chiqmas edi. Ikki guruh olim, biri Germaniyada, ikkinchisi esa Amerikada bu jumboqni yechishga qaror qiladi. Ular o'sha yulduzlarni tinmay kuzatishadi. 1 yil emas, 2 yil emas, 10 yildan uzoqroq vaqt davomida. Natijada esa o'sha yulduzlarning aniq orbitasini chizib chiqishadi. Aynan mana shu yerda hammasi oydinlashadi. Yulduzlar shunchaki bo'shliq atrofida aylanmayotgan ekan, ular mitti, lekin nihoyatda og'ir bir jism atrofida aylanardi. Xo'sh, olimlar o'sha yashirin jismning juda kichik ekanligini qayerdan bilishdi? Eng yaqin yulduzning harakatidan. U markazga juda yaqin kelib, dahshatli tezlikda keskin burilib ketar edi. Hisob-kitoblar esa yakuniy xulosaga olib keldi. O'sha nuqtada 4 million quyosh massasiga teng mitti jism bor. U shunchalik kichik joyga siqilganki, bu koinotdagi faqat bitta jism bo'lishi mumkin edi. Supermassiv qora o'ra. U galaktikamizning qoq markazida joylashgan. Uning nomi Sagittarius A. Aynan mana shu ulkan kashfiyot uchun o'sha olimlar Reinhard Genzel va Andrea Ghez 2020-yilda Nobel mukofotiga loyiq ko'rilishdi. Xo'sh, oddiy qora o'ra bilan supermassiv qora o'raning nima farqi bor? Oddiy qora o'ra atiga bitta yulduzning halokatidan hosil bo'ladi va massasi Quyoshimiznikidan bir necha 10 baravar katta bo'ladi. Supermassiv qora o'ralar esa millionlab, ba'zan hatto milliardlab quyosh massasini o'ziga sig'diradi va ular deyarli har bir yirik galaktikaning markazida mavjud. Lekin eng qiziq tomoni, biz ularning qanday paydo bo'lganini hali ham to'liq bilmaymiz. Bunday ulkan jismlar qisqa vaqt ichida qanday qilib bunchalik tez o'sib ketgani ustida olimlar hozirgacha bosh qotiradi. Aytgancha, hammamiz biladigan mashhur Interstellar filmidagi qora tuynuk yodingizdami? O'sha Gargantua shunchaki rejissyor xayoloti emas, balki haqiqiy fizika qonunlariga tayanib tasvirlangan. Olimlar uning vizual ko'rinishini maxsus tenglamalar yordamida aniq hisoblab chiqishgan. Shu sababli ham u ekranda shunchalik real aks etilgan. Lekin baribir filmda dramatik effekt berish uchun uning ba'zi jihatlariga o'zgartirish kiritilgan. Xullas, ayni shu soniyalarda ham galaktikamizning markazida 4 million quyosh massasiga teng ulkan qora o'ra yashirinib yotibdi. Biz uni hech qachon o'z ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz. Borligini esa faqat uning atrofidagi yulduzlarning g'alati raqsi orqali bilamiz xolos.